Niyat qilaman do'stim, ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Keling, agar meni niyatlarim sizga yoqsa, kelishib olaylik, kanalga obuna bo'ling. Ushbu kanalga obuna bo'lganingiz singari jannatga obuna bo'ling. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan bo'lsin do'stim. Niyat qilaman, ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz bugunda o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'ringda do'stim. Niyatlarni go'zalligini qarang, amin deb yozib keting, amin deb yozganingiz singari 10 yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarchalaringizni to'ldirib tashlasin do'stim. Qarang, siz uchun manfaatli reklama qilaman. Arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. E'tibor beringlar, sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobiga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Qolaversa, dona-dona qilib yozilgan. QR kod orqali ruchkali Qur'onga o'xshab ishlatsangiz ham bo'ladi. Bir tomonida arabcha tajvid qoidalariga xos holatda, mos holatda bo'lgani hisobiga arab alifbosini ham o'qishingiz nihoyatda osonroq bo'ladi. Do'stim, ushbu videoda Qur'onga qalbi ila xohlaydigan insonlarga jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh sizlarga ham manfaatli bo'ladi. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul bo'lib, xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekistondagi birodarlarimiz ham men ham Qur'onni qalbim ila xohlayman do'stim, menga ham yetkazib bering deydiganlar uchun 99 kodi bilan 789 96 06 raqamlariga murojaat qilsangiz, O'zbekistonni qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar mutlaqo bepul yetkazib beriladi. Ahlan va sahlan.